Alloh taborak va taolo namozda xushu bilan o'qiganlar najot topdi deydi. Xushu bilan turganlar. Hop, xushu nima desa, qalbni harakatlanmasligi. Qalbni harakatlanmasligi xushu. Hop, xushu nima bilan hosil bo'ladi? Qay darajadagi xushuni Alloh taolo bizdan talab qiladi? Ba'zi bir odamlar aytadiki, xushu shunday bo'lish kerakki, atrofda bo'lgan gaplarni birortasini eshitmaslik kerak. Nima qilyapti? Bolalar to'palang qilyaptimi? U birortasini bilmasa, shu xushu deydi. Kitoblar aytadiki, agar xushuni shunday qilib ta'bir qilib ta'riflaydigan bo'lsangiz, hech kim xushu qilmaydi. Nimaga? Unaqa qila olmaymiz, eplolmaymiz, o'zimizdaqa qilib o'qiraylik deydi. Shunday demang. Xushu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xushu sohiblarining ichida eng afzali bo'lsalar, u kishi aytadilarki, men deydilar, namoz o'qib turganimda gohida namozni uzun o'qigim keladi, lekin tashqarida ayollarni, bolalarni yig'lab qolganini eshitaman-da, onasi nima bo'lmasin, hijolat bo'lmasin degan ma'noda namozni tezda o'qib beraman deyaptilar. Demak, u tashqarida bo'lgan gaplarni eshitib turibdi ekanlar-da. Uni xushuga hech qanaqangi xiloflik joyi yo'q ekan. Hop, bizdan xushuda nima buyurilgan? Hop, qanaqa holatda xushu qilishimiz kerak desa, biz aytay turgan kalimalarimizni va qilay turgan ishlarimizni xohlab turib keyin qilaylik. Hozir alhamdu deyman, keyin lillahi deyman deb xohlab turib, xohlaganimizdan keyin kalima tilimizdan chiqsa, shu xushu. Bundan ziyodasiga Xudo buyurmagan. Hozir qo'limni qoqaman, keyin qo'limni bog'layman, keyin rukuga egalaman, keyin rukuda mana hozir turaman deb xohlab turib